Yaqında bir cho'ng opamizning kundalik xotirasidan mundaq bir qo'l yozmani ko'rib qoldim. Sizlarga deb bagim kelyotdi. Balkim anglagandan keyin o'zinglar bir yakun chiqarishinglar mumkin. Bizmi Livan qizlar edik, ayol atalmasda. Muloyim ayol edik, ona bo'lmasda. Chehrimiz suzuk, barmoqlarimizda chiroyli uzuk. Üstü beşimiz bir-biridan tuzuk. Qo'shqidek qimmatlik izzatli qizlar edik. G'amlarimiz yo'q, ko'nglimiz to'q edi. Opamizning ig'izida ismimiz sho'x edi. Zarlarimiz oz, kulkilarimiz ko'p edi. Beshimiz og'rimaydi, tishimiz og'rimaydi, tanlarimiz sog' edi. Ammo hayot bizni ayol deb ayab boqmadi. Ko'zlarimizga qarab boqmadi. Ana dedi. Ammo sen bir qiz eding deb boqmadi. Bir ret g'imimizni yeb boqmadi. Balam deb kechalab turg'unimiz, uyim deb sahbori bo'lgunimiz, xizmat deb o'zimizni urg'unimiz yodiga kelib boqmadi. G'alva qilding, talva bo'lding deb. Chiroying sarg'aydi, nazokating ozaydi deb to'xtamay xafa bo'lishdi. Unutib qoldi bu unutqoq hayot. Aslida bizning Livan qizlar ekanligimizni.抖音